Hech yo'q, yarmiga kelyapsin, ha? Yarmiga kutib qolamiz. Hurmatli rishtonliklar, orzuligicha qolmaydi. Biz ham Toshkentliklarni qachongacha havas qilamiz. Mana quruvchi akalarimizni mana shu mehnatlariga bittadan laykni bosib keting. Mana shunaqangi Toshkent Pason high-tech darvozalarni qilib, high-tech uylarni qilib qo'yilgan o'zimizda Rishtonda kvartirani 3 xonali kvartirani narxiga 5 xona 120 kvadrat 2 sotixli xonadonimiz kottejimiz zudlik bilan sotilyapti. Mana quruvchi akalarimiz tomonidan mana bunaqangi granitlarga e'tibor bering. Hamma narsani proyekt bilan, o'zgacha dizayn bilan qilib qilingan. Ishlarini ko'rsatib o'taman. Akalarimizni bittadan ishlariga like bosing. Mana aytgancha Rishtonni uy-joy kuzatuvchilar boshida aytaman, yuborib qo'ying. Aniq kimdirda bitta xonadon olishiga, yaqiningizni, o'rtog'ingizni, tanishingizni yoki opangiz, singlingizni bir yaxshi xonadonni 41 ming dollarga berib olayotgan xonadonni olishiga sababchi bo'lib qoladi. Butun qarindoshlar, o'rtoqlar, do'stlar, mahalla gruppalariga yuborib qo'ying ushbu videoyimizni. Men ishlarni ko'rsatib beraman. Kirganingizda mana bu joyda oshxonaga moslab mehmonxona, oshxonaga moslab qo'yishganman. Quruvchi akalarimiz aytishyapti, bu xonadonlarimiz hop 4 ta kottej qurildi. Yonma-yon ko'rsatib o'tamiz. Gazoblokdan bo'lgan. Mana bu yer ham ikkinchi xonalari. Bu yerda oshxona. Xohlang qaysi birini oshxona, qaysi birini mehmonxona qilib olsangiz bo'laveradi. Tepalarigacha qishda sovuq o'tkazmaydigan, yozda issiq o'tkazmaydigan polistirolon bozlargacha qilganmiz. Bu yerda menimcha detskiga moslab qo'yishgan, hurmatli kuzatuvchilar. Akalarimizni shuncha mehnatiga bittadan laykni bosinglar. Chunki mana musofirdagilar qanisizlar. Sizlar uchun mana shunaqa issiqlarda kuyib pishib mehnat qilyapmiz. Layk bosishni unutmanglar. Akalarimiz mana musofirdagilar qiynalmasin deb, usta ishlatmasin, sarson bo'lmasin deb mana shunchalik qilib qo'yishibdi. Spishkasi yonsa yondirib oling. Bu yer 4-chi, mana bu joyi sanuzelga moslashgan. 1 2 3 4 5 ta xona bo'ldi. Bu yer sanuzel hammomga moslashgan. Bu joyda ham sanuzellariga e'tibor bering. Rosa katta qilib qilishgan. Ya'ni mana bunaqangi kanalizatsiya sistemalarigacha qilib qo'yishgan. Har bitta kottejimizni o'ziga отдельно qilib kanalizatsiya kovlab, hech qanaqa kanalizatsiyadan ertaga muammosi bo'lmaydi. Akalarimizni mehnatlariga bittadan laykni bosib keting. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sentrdan 40 ming dollarga 3 xonali kvartira yaxshimi yoki 5 xona 120 kvadratdan iborat? Ularga e'tibor bering. Eshiklari ham oxirgi dizaynda qilingan. Xullas kalom hamma narsa o'zgacha mehr bilan qilingan. Bu joy proyekt bilan, maxsus dizayn bilan qilingan. O'zingizga bir savol bering, kommentariyada fikringizni qoldiring. 3 xonali kvartira olsangiz ham 35 ming 40 ming dollar bo'lyapti. Yaxshi premium. Sizlarga 2 sotiqqa mana bunaqa darvozalarni ko'rsatdik boshida. Darvozalari high-techli bo'lgan 41 ming dollarga mana shu xonadonimiz berib yorilyapti. 5 xona, bitta sanuzeli ham bor. Ulgurib qolinglar. Bunaqangi imkoniyat hadeb bo'lavermaydi. Mana bu joyda mana qo'shimcha joylari bor ekan. Bu joyda agar orqa tomonidan to'sib, mana bu joyga umni katyollarga joy qilsangiz bo'ladi. Ulgurib qolinglar, akamizda shuncha qilgan mehnatlariga bittadan layk bosib, barcha yaqinlarga, do'stlarga, qarindoshlarga yuborib qo'yinglar. Manzil Rishtonimizda Oqyer metanni oldidan kirganingizda mana shu joyimiz sotilyapti. Tamom.